Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetinin Guantanamo hapsxonasidagi Sharq Turkistonlik tutqunlar haqidagi bayonoti. 2011-yili 4-oyning 5-kuni Washington. Bismillahirrahmanirrahim. Sürgündük Sharq Turkiston hukumati nomidan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga, shundaqla bosqinchi kommunist Xitoy hukumatining asorati ostidagi mazlum Sharq Turkiston xalqini o'z ichiga olgan butun dunyo jamoatchiligiga shuni namoyon qilmoqchimizki, dunyodagi nurg'un kishilarga ayon bo'lganidek 2001-yili 9-oyning 11-kuni Amerikada yuz bergan terrorlik voqeasidan keyin George W. Bush rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'zining 2001-yilning oxirida Afg'onistonda elib borgan atalmish xalqaroliq terrorchilikqa qarshi urushining dastlabki bosqichida bir qancha yuz kishini terrorchilar degan gumon bilan tutqun qilib, o'zining bular uchun maxsus hozirlagan Kubadagi Guantanamo askariy hapsxonasiga ekilib qamadi. Bu tutqunlar ichida kommunist Xitoy hukumati tomonidan 1949-yili zo'rlik bilan ishg'ol qilib olingan yurtimiz Sharq Turkistonning milliy ozodlik uchun bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi qurolli mujodala elib berishni maqsad qilgan holda Afg'onistonning To'ri Bo'ri bölgüsüge joylashgan Sharq Turkiston askariy kampida ta'lim-tarbiya ko'rmoqda bo'lgan bir qancha yuz Sharq Turkistonlik Uyg'ur mujohidlarimizdan 22 nafari ham terrorchilar degan gumon bilan Amerika tarafidan to'rga tushirilib, mazkur Guantanamo askariy hapsxonasiga qamalgan bo'lib, bularning ismligi, tug'ilgan tarixi, tug'ilgan yeri ve bularning mazkur hapsxonadagi kimliklari, yani turma amallik numarları tüvenlikçe. Birinci, Abdulg'appar Abdulrahman 1973-yili 3-oyning 15-kuni Kuchada tug'ilgan. Turma amallik numari 281. İkinci, Abdulhalil Muhammad 1977-yili Qashqarda tug'ilgan. Turma amallik numari 278. Üçüncü, Abdulrazzaq yoki Razzaq Qodir 1975-yili Otishda tug'ilgan. Turma amallik numari 219. Dördüncü, Adil Abdulhakim 1974-yili 10-oyning 10-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 293. Beşinci, Abdulqadir Ahim 1979-yili 6-oyning 18-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 285. 6-cı, Abu Bekir Qasim 1969-yili 5-oyning 13-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 283. 7-ci, Adil Nuri 1979-yili 11-oyning 12-kuni Oqsuda tug'ilgan. Turma amallik numari 584. 8-ci, Ahmet Muhammed Yaqub 1978-yili 5-oyning 1-kuni Otishda tug'ilgan. Turma amallik numari 328. 9-ci, Ahmet Tursun 1971-yili 1-oyning 26-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 201. 10-ci, Ahmet Adil 1973-yili Qashqarda tug'ilgan. Turma amallik numari 260. 11-ci, Axtar Qasim Basit 1973-yili 11-oyning 14-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 276. 12-ci, Erkin, yani Erkin Mahmud 1964-yili
7 ayının 1 günü G'uljuda tug'ilgan. Turma amallık numara 103. 13. Baxtiyor Mahmud 1976 yılı 1 ayının 18 günü G'uljuda tug'ilgan. Turma amallık numara 277. 14. Davud Abdurrahim 1974 yılı Büyürtalada tug'ilgan. Turma amallık numara 289. 15. İmam Abdulahad 1977 yılı 6 ayının 1 günü Qashqar Koni şəhərdə tug'ilgan. Turma amallık numara 295. 16. Hacı Akbar Abdulg'ufur 1973 yılı G'uljuda tug'ilgan. Turma amallık numara 282. 17. Hasan Anvar 1974 yılı 8 ayının 25 günü Ürümçide tug'ilgan. Turma amallık numara 250. 18. Huzeyfa Farhat 1971 yılı 2 ayının 11 günü G'uljuda tug'ilgan. Turma amallık numara 320. 19. Eyüp Hacı Muhammed 1984 yılı 4 ayının 15 günü Atışı tug'ilgan. Turma amallık numara 279. 20. Necmiddin Muhammed 1975 yılı 5 ayının 4 günü G'uljuda tug'ilgan. Turma amallık numara 102. 21. Yusuf Abbas 1980 yılı Aksu'da tug'ilgan. Turma amallık numara 275. 22. Saydullam Xoliq G'uljuda tug'ilgan. Tug'ilgan tarixi va turma amallık numara hozircha bizga noma'lum. Biz bu tutqundagi 22 nafar vatandoshlarımızın beshiga kelgan bu fojialik voqeaning kelib chiqish sabablarining haqiqiy mohiyati haqida yurt deshida Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonni markaz qilgan holda 1995 yildan e'tiboran rasmiy shaklda yurtimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqillik davosini dunyo jamoatchiligiga anlatmakni maqsad qilgan holda faoliyat elib bormoqda bo'lgan Sharq Turkiston Milliy Ozodlik Markazi. Shundaqla 2004 yılı 9 ayının 14 günü Washington'da qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti nomidan ta hozirgacha bo'lgan taxminan 10 yillik muddat ichida Amerika hukumatiga shundaqla butun dunyo jamoatchiligiga mazkur tutqundagi vatandoshlarimizning faqatla bosqinchi kommunist Xitoy hukumatining dushmani bo'lib harbizmi Amerika hükümetinin ve onun halkının yoki hür dünyanın düşmanlarından emas ekanligi. Bularning faqat bir xato zaman ve xato makanda Afg'oniston ve Pokiston chegarasi atrofidagi bir qism inson qalbidan chiqqan yerlik dellallar tarafidan kishi beshiga 5000 Amerika dollaridan Amerika hükümetiga setib etilgan beguna Sharq Turkiston vatandoshlari ekanligi va bu sababdan bularning darhol Amerikaga qo'yib berilishining muvofiq ekanligi haqidagi talablarimizni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga shundaqla butun dunyo jamoatchiligiga davomli yetkazib kelayotgan bo'lsakmi, lekin mazkur talablarimizning dunyodagi barliq inson huquqlarini qo'g'dash organlari va insonparvar shaxslar tarafidan desteklengen haqqoniy talab bo'lishidan qat'iy nazar, hatto Amerika hukumatining o'zining bular ustidan terrorchilik bilan hech aloqasi bo'lmagan begona insonlarda hukm chiqarishidan qat'iy nazar, garchi mazkur tutqundagi vatandoshlarimizning mutlaq ko'p qismi hozirga qadar Amerika xorij bir qancha davlatlarga yerlashtirilgan bo'lsa-mu, lekin bularning yana bir qismi hayatlarını yanıla Guantanamo hapisxonasida tutqun ishida o'tkazmoqda. Bizning nazarimizda bosqinchi kommunist Xitoy hokimiyatining yurtimiz Sharq Turkistonda 60 yildan beri yurgizmoqda bo'lgan davlat terrorchiligini yo'qotib, Xitoylar tarafidan dafsanda qilinmoqda bo'lgan insoniy huquqlarni qo'llashdan iborat ulug'vor
g'oyani ko'zlagan holda yurtlarini tark etishga majbur bo'lgan bu tutqundagi vatanparvar qarindoshlarimiz kommunist Xitoy hokimiyatidan iborat haqiqiy terrorchilar tarafidan tarqatilgan ta'tir tashviqotlarga asoslangan holda terrorchilar bo'lib qorlanib yoki gumon qilinib zindonga tashlanmasdan bularning haqsizlik va zulmga qarshi elib bormoqchi bo'lgan insoniy g'ururlarini taqdirlagan asosda xalqaro sahnalarda oltin medalyalar bilan mukofotlanishi lozim edi. Bu shuning uchunki har qanday sharoitda o'zlarining davlat manfaatlari uchun qarab turib haqiqatga ko'z yumishda hech yuzlari qizarmaydigan atalmış demokratik davlatlar va hatto mazkur 22 Uyg'ur tutqunlari bilan bir qon va bir dinni paylaşgan musulmon turk davlatlari orasida to'p qilib tepilib o'ynalmoqda bo'lgan terrorchilik bilan hech aloqasi bo'lmagan bu beguna insonlar faqat Sharq Turkistonla emas butun dunyoni zo'rlik va aldamchilik bilan yurtmoqchi bo'layotgan kommunist Xitoy bosqinchilarining davlat terrorchiligini ag'dirib tashlab mustaqil Sharq Turkiston davlati qurish uchun o'rtaga chiqqan Uyg'ur turklarining qahramon o'g'lonlarining hijratdagi tamsilchilari edi. Biz mana bu muhim nuqtani anlatib bo'lolmay zo'r qiyinchiliklarga duch kelmoqdamiz. Bu qiyinchiliklarga duch kelishimizning sabablari. Birinchidan, bizning Amerika hukumatining nazarida mazkur tutqundagi 22 nafar vatandoshlarimizning da'vogarlar bo'lib hisoblanganligimiz uchundir. Ikkinchidan, bundaq bir da'voga quloq soladigan biror odil sud mahkamasining mavjud bo'lmaganligi uchundir. Uchinchidan, hatto shundaq bir sud mahkamasi mavjud bo'lgan taqdirda ham buningga bizdek haqiqiy da'vo sohiblarining ishtirok qilib haqni o'ttiriga qo'yish huquqlarimizning boshqalar tarafidan cheklanganligi uchundir. To'rtinchidan, bo'libmi bundaq bir mahkamadagi davoni so'rg'uchi qozilarning nazarida har zaman bizning haq da'voyimiz emas, Xitoyning bu Sharq Turkistonlik tutqunlari ustidan, jumladan Xitoyning butun Sharq Turkiston xalqi ustidan qilmoqda bo'lgan burmalangan soxta davosining eg'ir besishidek haqsizliklarning mavjud bo'lib turganligining sababidandir. Bu beguna vatandaşlarımız Guantanamo hapsxonasiga qamalgandan boshlab ta hozirgacha bo'lgan 10 yil muddat ichida chekidan oshgan vahshiy azob uqubatlarni peshidan o'tkazib kelmoqda bo'lib, buning ichida eng unutuliqsiz va haqoratligi bularning 2000-yili kommunist Xitoy hukumati tarafidan Guantanamo hapsxonasiga yuborilgan bir guruh Xitoy istixborot hay'ati tarafidan bir qancha qitim uda bir qancha kecha kunduz vahshiy qiyin qistoq va tahdidlar ichida so'roqqa tortilishidir. Yaqindan beri qo'yitilgan sobiq Uyg'ur tutqunlarining bizga shundaqla dunyodagi resmiy matbuot va xabar agentliklariga aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarining resmiy ruxsati va dastligi bilan Sharq Turkistonlik tutqunlarni qiyin qistoqqa olgan Xitoylar mazkur 22 nafar tutqunning hammani bir-birlab bir qancha kecha kunduz uyqusiz qoldirish va turma temperaturasini tuvan nuqtaga to'g'rilab to'ng'itish va agar biz deganga iqror qilmasanglar, o'zinglarning emas, butun oila bola chaqang va urug' tuqqanlaringlardan tortib jazolaymiz. Amerika hukumati sizlarga sahib chiqmaydiganligini aytdi.
qaytishga rozi bo'lmasanglar, endi tugashganinglar shu deganga o'xshash tahdidlarni qilgandan boshqa Amerika askarlarining ularning putqul va başlarını zorluk bilen Xitaylarning resimga elishi uchun tutib berishi va qarshilik ko'rsatganlarning ingak va soqollaridan tutib to'lg'ab haqorat qilishi qatorliq insoniyatsizlik qilmishlardan iboratdir. 2004-yilning boshlarida, ya'ni bular Guantanamo'da qamalib oradan 3 yil o'tgandan keyin Pentagon, ya'ni Amerika Mudofaa Ministrligi mazkur mujohidlarning Amerikaning dushmanlaridan emas ekanligini isbotlab chiqdi. Va bularga shundan e'tiboran non-enemy combatants, ya'ni dushman jangchilari emas deb qaraydiganligini va bu mujohidlarning amaliga kafolatli qilish uchun bularni Xitoyga qaytarmasdan uchinchi bir mamlakatga yerlashtiradiganligini qaror qildi. Ve bu kararga asasen mazkur 22 nafar Uyg'ur mujohidlarining hech birini ta hozirga qadar Xitoy hukumatiga qaytarib bermasdan bularning Abu Bakr Qosim, Axtar Qosim Basit, Ahmet Adil, Adil Abdullahim ve Muhammed Ayyub qatorliq 5 nafarini 2006-yili 6-oyda Albaniyaga, Salahiddin Abdullahad, Abdullah Abdulqadir, Xolid Mahmud ve Abdukim Turahın qatorliq 4 nafarini o'tgan yili, ya'ni 2010-yili 6-oyda Bermuda aralig'i ve Ahmet Tursun, Abdulg'appar, Abdurrahman, Davud Abdurrahim, Anvar Hasan, İlham Muhammed ve Adil Nuri qatorliq 6'sini yana o'tgan yilning 11-oyida Paulo aralig'iga ibrilib yerleştirildi. Ve bularning ichidagi Erkin Mahmud ve Baxtiyor Mahmuddan iborat 2 nafar Akga qarindoshga Sibirstrin hukumati panohlik berdi. Qolgan Abdulrazzaq, Yusuf Abbas, Hacı Akbar, Abdulg'afur, Seydullah, Xoliq, Ahmet Muhammed qatorliq 5 nafari tekçe Guantanamo turibsida hayotlarini sürdürmekte. Bu yerde biz şunu alayda gavdlantirib o'tmoqchimizki, agar bu mujohidlarimiz Amerikaning qo'liga tushmasdan dunyodagi boshqa har qanday davlatning qo'liga, bo'libmi O'rta Osiyodagi Xitoyga ittifoqdosh turk davlatlarining qo'liga yoki Xitoyning eng yaqin janjigar do'sti bo'lgan Pokiston hukumatining qo'liga tushib qoladigan bo'lsa, bularni allaqachon Xitoyga qaytarib bergan bo'lar edi. Shuning uchun biz bu hususda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatiga vakolatan Amerika hukumatiga bo'libmi bularni Xitoyga qaytarilmaslikning tashabbuskorlaridan bo'lgan Amnesty International, ya'ni xalqaro siyosiy mahkumlarni kechirim qilish va Human Rights Watch, ya'ni inson haqlarini kuzatish qatorliq xalqaro inson haqlari tashkilotlariga Sabin Willett boshlig'idagi advokatlarga, Amerika Qo'shma Shtatlari District Court qozisi Ricardo Arbina qatorliq sotchilarga, Dana Rohraberger ve William Delahan qatorliq Amerika hukumati parlament, ya'ni qurultay a'zolariga ve boshqa har sohadagi insonparvar shaxsiylarga alohida minnatdorlik bildiramiz. Shundaqla mushundaq insonparvar shaxslar va tashkilotlarning turtkusi natijasida hamma balani tergan Amerika hukumati yoki boshqa davlatlar qo'rqib olmasa, hatto o'zlarining qarindoshlari bo'lgan musulmon turk davlatlari sahib chiqqan holda panohlik berib olmasa, biz nima deb olamiz demasdan hozircha
yuqorida asar qilingan 17 nafar tutqundagi Sharq Turkistonlik vatandaşlarımızga panolik bergan Albaniya hukumatiga, Bermuda hukumatiga, Palau hukumatiga va Svisden hukumatiga jumladan tutqundagi yoki surgundagi har qanday Sharq Turkistonlikni qarshi oladigan barliq davlatlarga va ularning xalqiga chin yurakdan minnatdorlik bildiramiz. Lekin yuqorida izhor qilingan bundan 10 yil burun terrorchilar degan gumon bilan tutqun qilingan va bundan 6 yil burun terrorchilar bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan begunoh insonlar deb ustidan allabirun hukm chiqarilib bo'lgan bu vatandoshlarimizni 5 nafarining ta bugunga qadar har xil aqlga sig'maydigan bahona sabablarni ko'rsatib Guantanamo hapsxonasida muddatsiz qamoqda tutib turganligi bo'lgan adolatsizlikka qarata qo'yib berilgan yoki qo'yib berilmoqchi bo'lgan taqdirda ham bularni xato tutib olib kelgan davlat Amerika o'zi bo'lgandan keyin o'zining davlati Amerikaga qo'yib etmasdan Xitoydan boshqa 3-chi bir davlatning qabul qilishini kutib o'tirib tutqundagi Sharq Turkistonlik vatandoshlarımızın zindonlik hayotini keyniga surishidek insoniyetsizlikka Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumati nomidan o'zimizning cho'nqur noroziligimizni namoyon qilish bilan birga Amerika hukumatining shu savolga javob berishini so'raymiz. Bularni boshda bu yerga elib kelib qamagan, o'zim turib va keyinchi yana bularning terrorchi yoki jamiyat amalligiga xavfli insonlardan emas ekanligini isbotlab turib yetgan yana o'zing turg'ilib, bu begina mahbuslarni sen qo'rqib olmasang, boshqalar qanday qiladi? Hey, atalmış demokratiya va inson haqlari uchun hech narsani aymaydigan insonparvarlikning piri Amerika hukumati Obama janoblari 2009-yili 1-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlik vazifasini topshirib, elibla Guantanamo hapsxonasini 1 yil ichida taqab, mazkur qamoqxonada qolgan 240 tutqunlarning hammaning muvofiq o'rinlarga yerlashtirilganligini va bularning ichidagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur tutqunlarining hech bo'lmaganda bir qismini Amerikaga qo'yib berilganligi haqida bishorat berib, dunyodagi nurg'unlagan adolatparvar insonlarning bo'libmi aqlliklar tarafidan u o'zi oid bo'lgan irqqa qarshi qilingan her türlü tarihi hakaret ve to'sqinliklarni bosib o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentligiga saylanishini jandan arzu qilgan izilgan Sharq Turkiston xalqining taqdirlashiga sazovor bo'lgan edi. Lekin Sharq Turkiston xalqi Prezident Obamaning 2009-yili 7-oyning 5-kuni yurtimiz Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida Uyg'urlar tarafidan Xitoy zo'ravonligiga qarshi tinchlik bilan elib berilgan namoyishning Xitoy hukumati tarafidan qonliq bostirilishi haqidagi yoki Washingtonda yoki bo'lmasa o'zining 2009-yili 11-oyda Beijingga qilgan ziyorat jarayonida hech narsa demaganligiga qarab, uning ham bir chaqliq kishi ekanligini to'lib ketdi. Shundaqdimi bizning nazarimizda Prezident Obama yanada Amerika hukumat ichidagi bir qism hukumat arboblaridan yaxshiroq. Chunki u Urumchi voqeasi haqida eg'iz ochmagan bilan Amerikaning boshqa hukumat mansublarida Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobining simvoli bo'lgan mazkur Uyg'ur tutqunlarini terrorchilik bilan ayblagani yo'q. Amerika hukumati parlament ichidagi Newt Gingrich qatorliq bir qism to'g'riliqni ko'ra olmaydigan hukumat arboblari va xalqi xuddi kommunist Xitoy hukumatiga o'xshashla tutqundagi begunoh vatandoshlarimizni butun dunyo jamoatchiligi oldida ochiq oshkora terrorchilik, bo'lgunchilik va diniy boshchilik bilan ayblab, ularning Amerikaga yoki hatto boshqa davlatlarga qo'yib berilishiga to'sqinlik qilmoqda.
Xitoy tarafidan Sharq Turkiston xalqi ustida elib berilgan, yuqorida izhor qilingan davlat terrorchilik siyosatining dalil isbotlari haqida bo'libmi, zodi kimning terrorchi ekanligi va kimning terrorchilikning qurboni ekanligi haqida yaqinda e'lon qilinadigan bayonotimizda alohida to'xtalamiz. Demak, mayli mazkur tutqundagi 22 nafar Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlar bo'lsin, mayli vatan ichida Xitoylar tomonidan o'ldirilgan minglarcha shahidlar va muddatsiz qamoqqa ilinib, hayotlarini qorong'u zindonlarda o'tkazmoqda bo'lgan minglarcha siyosiy mahbuslar bo'lsin, bularning hammasi mana shu bulan-talan qilingan tuproqlarini bosqinchi Xitoydan qaytarib elib, ezilgan Sharq Turkiston xalqini qulluq ishkencesidan qutuldirish uchun o'rnidan turgan qahramon mujohidlarimizdan bo'lib, bular hargizmi yurt ichi va teshida Xitoy va Xitoyparast mujohidlarga yurtimizning mustaqillik davosini qat'iy tashabbus qilmaslik va hatto tashabbus qilganlarga tish tirnog'i bilan qarshi turgan holda Xitoyning Sharq Turkistonni davomli idora qilishiga kapolatlik qilib, Xitoyning manfaati uchun ishlayotgan vatan sotqinlari, milliy munofiqlar ilgari surayotgandek, Xitoyning zulmiga chidamaganlik uchun yoki turmushda favqulodda qiyinchiliklarga duch kelganlik uchun rohat farog'atni ko'zlab yurtdan qonq tikitib qolgan bechora Uyg'urlardan emasdir. Bu yerda izhor qilingan vatan sotqinlari, milliy munofiqlarning kimligi va bularning qilmishlarining nimalardan iborat ekanligi haqida bundan keyingi bayonnomalarimizda to'xtalib o'tamiz. Aslida bu mujohidlarimizning 1980-yillari sobiq Sovetlar Birligi tomonidan vatanining ishg'ol qilinishiga qarshi qurolliq mujodala qilib, butun dunyoga tahdid bo'lib sanalgan Rus kommunist imperatorligining parchalanishida muhim rol o'ynagan qahramon afg'on mujohidlaridan hech qanday farqi yo'q bo'lib, o'zlarini kommunist Rus imperatorligining ishg'olidan qutqizish uchun qurolliq mujodala qilgan yüz minglarcha Afg'onistonlik mujohidlar terrorchilar deyilmasdan yoki jamiyat amalligiga xalaq deb tunilmasdan Amerikaga va dunyoning boshqa joylariga ekilib yerleştirilgan yerda acaba Xitoy kommunist imperatorligini ag'dirib tashlab, o'zlarining ozodligiga erishmoqchi bo'lgan 22 nafar Sharq Turkistonlik terrorchilar yoki jamiyat amalligiga xalaq insonlar bo'lib dunyoga boqmaydigina. Gerçi Rus kommunist imperatorluğu parçalanıp tükken bolsunmu, lekin Xitoy kommunist imperatorluğu tehiş mevcut bulup, onun maksidi bütün dünyani çangılığa iliştir. Bu yerde yani şunu alayda ta'kidlab o'tmoqchimizki, aslida Sharq Turkiston xalqi bilan irqdosh va dindosh bo'lgan turk va islom olimi turgan yerde 22 Sharq Turkistonlik Türk musulmonlarining boshqalarga dang'ilnishining o'zi eng achinarli va eng sharmandalik ahvol edi. Lekin bular allaqachon o'z ixtiyorlari bilan o'zlarining zulm ichidagi irqiy va diniy qarindoshlariga hissdoshlik qilish iqtidorini yo'qotgan holda Xitoylarning bir dunyodagi qullarga aylangan. Bu sebepten Xo'jayindan qo'rqib Sharq Turkiston ozodlik kurashiga sahip chiqish va uni desteklash bu yoqda tursin, ming bir mushaqqat ichida o'z kuchiga tayanib vatanining ozodligi uchun hijrat qilib, Taleyning qarjig'idan boshqalar tarafidan tutqun qilinib zindonga tashlangan 22 nafar o'z qarindoshlariga sahip chiqolmadi. Hatto uningdan boshqa yana vatanning ozodlik yo'lida yurtimizdan hijrat qilib, ming bir jafo mushaqqat ichida bu qarindosh davlatlarning tuproqligiga, bu qarindosh davlatlarning tuproqlariga salomat yetib kelib, panohlik tilagan yuzlarcha haqiqiy mujohidlarimizga rasmiy shaklda sahib chiqmadi va chiqolmadi.
hatta bularga sahip çıkış uyaktı tursun, gerçi özlerini Türk yoki islom olimining qo'g'dug'uvchilari sanaydigan bir qism davlatlarning munofiq rais va sultonlari Xitoy va xitoychilarga oltin medal va oltin qilichlarni taqdim qilib, ularning Sharq Turkiston musulmonlari ustida elib bormoqda bo'lgan zo'ravonlik harakatlariga ilhom bermoqda. 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin Turkiyada vujudga kelmoqda bo'lgan Sharq Turkistonga sahip chiqish to'lqini kundan kuniga avjiga olgan taqdirda ham yanada yurtimiz Sharq Turkistonning Turkiya hukumati tarafidan rasmiy shaklda Xitoyning bir bo'linmas partisi bo'lib turilib, uning ismining Sharq Turkiston emas, Xinjiang deb atalishi. Gerçi uning mutlaq ko'p sondagi xalq tarafidan Sharq Turkiston yoki Doğu Turkiston deb atalgan holdimi. Yurtimizning ozodlik uchun kurash qilmoqda bo'lgan Sharq Turkiston xalqini texmi ta'tir qiynab azoplamoqda. Bugungi kunda Xitoyga bosh egmay kelayotgan birla super davlat qolgan bo'lib, u bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlari edi. Lekin buning ham davlat mudofaa sirlarini o'g'irlash va uni kekirdigicha qarzga bo'g'ib munqarz qilish orqali uni qarmoqqa butunlay o'z ishg'oli ostiga ololmagan bo'lsa-mu, lekin asos jihatdan o'z kontroliga elib bo'lgan vaziyat shakllanmoqda. Mushundaq bir vaziyatni Xitoyning bo'yinturug'i ostidagi bir qul millat his qilib yetib, uni aldirib tashlash uchun mujodil qilayotgan vaziyatda o'zini hurriyat va adolatning beshigi sanagan Amerika Qo'shma Shtatlarining butun dunyoga baloy ofat sanalgan kommunist Xitoy hukumatini aldirib tashlamoqchi bo'lgan Sharq Turkiston mujohidlarini quvvatlab taqdirlamoqda yo'q, aksincha bularni Xitoyga o'xshashla haqoratlab ayblashlari to'lim ajiblanarli bir hodisa. Shundaqla mushundaq insonparvar shaxslar va tashkilotlarning turtkisi natijasida hamma baloni tergan Amerika hukumati yoki boshqa davlatlar qo'rqib olmasa, hatto o'zlarining qarindoshlari bo'lgan musulmon turk davlatlari sahib chiqqan holda panolik berib olmasa, biz nima deb olamiz demasdan hozircha yuqorida asar qilingan 17 nafar tutqunlik Sharq Turkistonlik vatandoshlarimizga panolik bergan Albaniya hukumatiga, Bermuda hukumatiga, Palau hukumatiga va Sviston hukumatiga jumladan tutqundagi yoki surgundagi har qanday Sharq Turkistonlikni qarshi oladigan barliq davlatlarga va ularning xalqiga chin yurakdan minnatdorlik bildiramiz. Lekin yuqorida izhor qilingan bundan 10 yil burun terrorchilar degan gumon bilan tutqun qilingan va bundan 6 yil burun terrorchilar bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan begunoh insonlar deb ustidan allabirun hukm chiqarilib bo'lgan bu vatandoshlarimizning 5 nafarining ta bugunga qadar har xil aqlga sig'maydigan bahona sabablarni ko'rsatib Guantanamo hapsxonasida muddatsiz qamoqda tutib turganligi bo'lgan adolatsizlikka qarata qo'yib berilgan yoki qo'yib berilmoqchi bo'lgan taqdirda ham bularni xato tutib kelgan davlat Amerika o'zi bo'lgandan keyin o'zining davlati Amerikaga qo'yib etmasdan Xitoydan boshqa 3-chi bir davlatning qabul qilishini kutib o'tirib tutqundek Sharq Turkistonlik vatandoshlarimizning zindonlik hayotini keyniga surishidek insoniyatsizlikka Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumati nomidan o'zimizning cho'nqur noroziligimizni namoyon qilish bilan birga Amerika hukumatining shu savolga javob berishini so'raymiz. Bularni boshda bu yerga elib kelib qamagan o'zim turib va keyinchi yana bularning terrorchi yoki jamiyat amalligiga xavfli insonlardan emas ekanligini isbotlab tunib yetgan yana o'zim turg'ilib, bu begina
mahbuslarni sen qo'rqib olmasang, boshqalar qanday qiladi? Hey, atalmış demokratiya va inson haqlari uchun hech narsani aymaydigan insonparvarlikning piri Amerika hukumati Obama janoblari 2009-yili 1-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlik vazifasini topshirib, elibla Guantanamo hibsxonasini 1 yil ichida taqab, mazkur qamoqxonada qolgan 240 tutqunlarning hammaning muvofiq o'rinlarga yerlashtirilganligini va bularning ichidagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur tutqunlarining hech bo'lmaganda bir qismini Amerikaga qo'yib berilganligi haqida bishorat berib, dunyodagi nurg'unlagan adolatparvar insonlarning bo'libmi aqtalliklar tarafidan u o'zi oid bo'lgan irqqa qarshi qilingan her türlü tarihi hakaret ve to'sqinliklarni büsüp o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentligiga saylanishini candan arzu qilgan izilgan Sharq Turkiston xalqining taqdirlashiga sazovor bo'lgan edi. Lekin Sharq Turkiston xalqi Prezident Obamaning 2009-yili 7-oyning 5-kuni yurtimiz Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida Uyg'urlar tarafidan Xitoy zo'ravonligiga qarshi tinchlik bilan elib berilgan namoyishning Xitoy hukumati tarafidan qonliq bostirilishi haqidagi yoki Washingtonda yoki bo'lmasa o'zining 2009-yili 11-oyda Beijingga qilgan ziyorat jarayonida hech narsa demaganligiga qarab, uning ham bir chaqliq kishi ekanligini to'lib ketdi. Shundaqdimi? Bizning nazarimizda Prezident Obama yanada Amerika hukumat ichidagi bir qism hukumat arboblaridan yaxshiroq. Chunki u Urumchi voqeasi haqida og'iz ochmagan bilan Amerikaning boshqa hukumat mansublarida Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobining simboli bo'lgan mazkur Uyg'ur tutqunlarini terrorchilik bilan ayblagani yo'q. Amerika hukumati parlament ichidagi Newt Gingrich qatorliq bir qism to'g'riliqni ko'ra olmaydigan hukumat arboblari va xalqi xuddi kommunist Xitoy hukumatiga o'xshashla tutqundagi beguna vatandoshlarimizni butun dunyo jamoatchiligi oldida ochiq oshkora terrorchilik, bo'lgunchilik va diniy boshchilik bilan ayblab, ularning Amerikaga yoki hatto boshqa davlatlarga qo'yib berilishiga to'sqinlik qilmoqda. Biz bu hususda Obama janoblarining Xitoyning ta'tir tashviqoti bilan zaharlangan bu kimning Amerika hukumati va uning xalqining omonligi uchun shundaqla butun dunyo jamoatchiligining omonligi uchun tahdid bo'layotgan haqiqiy terrorchi ekanligini bilolmay og'ziga kelganini jo'ylayotgan qarshisidagi yuqorida ismlari izhor qilingan hukumat arboblariga va xalqiga haqni anglatgan asosda ushbu begunoh vatandoshlarımızın boshqa davlatlarga emas, Amerikaga qo'yib berilishiga, hatto allburun boshqa davlatlarga tamalli yoki vaqtlik yerlashtirilgan sobiq Uyg'ur tutqunlarining ham yaqin kelajakda Amerikaga elib kelinib, panolik berilishiga boshlamchilik qilish orqali Sharq Turkiston xalqining milliy ozodlik davosiga yaqindan hissaslik qilishlarini so'raymiz. Bu yerda Obama janoblari rahbarligidagi Amerika hukumatiga shundaqla Xitoyning dumbug'iga mos qadam tashlab, o'zlarining davlat manfaatlari uchun Sharq Turkiston xalqini qurbon qilmoqchi bo'lgan butun dunyo jamoatchiligiga shuni yana bir qatim xotirlatib o'tish zarurki, bugungi kunda 10 yildan beri rasmiy matbuotlarda Guantanamo turmusiga qamalgan 22 nafar Xitoy musulmonlari, ya'ni 22 Chinese Muslims deb tilga erilmoqda bo'lgan tutqunlar aslida Xitoy musulmonlari bo'lmasdan, tuproqlari Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan besib olingan Uyg'ur Türk musulmonlaridir. Bular dunyoga mashhur Ipak yo'lidagi xalqaro tijoratining vujudga kelishi va uning taraqqiyotida
ochqishliq rol o'ynagan O'rta Osiyodagi Turkiston deb atalgan Sardichindan Kaspiyan dengizlarigacha uzargan bepoyon tuproqlarda yashash jarayonida dunyo madaniyatiga o'chmas tarixiy to'plarni qo'shgan buyuk turk millatining Uyg'urlar deb ataladigan qabilasining hozirgi avlodlari bo'lib, bularning tarixda Sharqi Turkiston deb ataladigan taxminan 2 million kvadrat kilometrlik yer osti va usti tabiiy boyliqlar bilan liq to'lgan ko'rkamlik tuprog'i bundan 60 yil avval kommunist Xitoylar tarafidan ishg'ol qilib olingan. Hozir bu tuproq Xitoy va Xitoyparastlar tarafidan Xinjiang, ya'ni yangi chegara yoki Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataladi. 1949-yildan beri kommunist Xitoylar bu tuproqni faqatla mutlaq davlat terrorchiligi asosiga qurilgan zo'rliq siyosatiga tayanib idora qilib kelmoqda. Bo'lib, bu o'tib ketgan 60 yil muddat ichida Xitoyning bu davlat terrorchilik tuzimiga qarshi turgan millionlarcha Sharq Turkiston xalqi o'ldirildi. Yüz minglarcha xalq qorong'i zindonlarga tashlandi. Yüz minglarcha xalq xona vayron bo'lib, yurtlarini tark etib, chet ellarga hijrat qilib chiqib ketdi. Va o'lmay tirik qolgan 35 million Sharq Turkiston xalqi o'zlari uchun zindon bo'lgan Sharq Turkistondan iborat bepoyon tuproqlarida butun insoniy huquqlardan mahrum qilingan holda qulluq ichida oxirgi nafaslarini olmoqda. Yaqinqi 30 yil ichida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yuz bergan Xitoy hokimiyatiga qarshi qo'zg'olonlar, masalan, taxminan 2 yil burun, ya'ni 2009-yili 7-oyda Urumchida yuz bergan 5-iyul qo'zg'oloni. Undan avval 1997-yili G'oljida yuz bergan 5-fevral qo'zg'oloni ve ondan burun 1990-yili Bahreyn'de yuz bergen Bahreyn inqilabı ve 1981-yili Feyzivat'da yuz bergen Feyzivat qo'zg'oloni Xitoy zo'ravonligiga yoki Xitoyning yurtimiz Sharq Turkistonda yurgizmoqda bo'lgan davlat terrorchiligiga qarshi elib berilgan yuzlarcha qo'zg'olon yoki milliy inqiloblarning bir qismi bo'lib, hergizmi Xitoylarning aytganidek bir qancha kishining kishkurtishi bilan o'tirg'i chiqqan hayron qolarli tasodifiy voqea emasdir. Bizning nazarimizda mayli ularning kim bo'lishidan va Amerika hukumat ichidagi huquq doirasining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, mazkur tutqundagi Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning begunoh ekanligini uqib turib, yanada jamiyat amonligimizga xavf degan bahana bilan bularning Amerikaga qo'yib berilishiga qarshi turishining asosli sababi bularning qurolli ta'lim tarbiya ko'rganligi uchun emas, bularga ishonmaganligidandir. İşenmegenligining sababi mazkur Sharq Turkistonlik tutqunlarning kim ekanligidan hech qanday ma'lumotining yo'qligidan yoki bularning kimligi haqida oz to'la ma'lumoti bo'lgan taqdirda ham bularning musulmonlar to'g'risidagi ko'z qarashining hozircha to'g'rilanmaganligidan derak berdi. Yana bir tarafdan bu yerdagi atalmish endishiga sababchi bo'layotgan narsa haybati dunyoga dan ketgan gitmo deb ataladigan bu Guantanamo hapisxonasining haqiqiy abdi bashariysining kelajakda mazkur 22 Uyg'urning og'zi bilan dunyoga yana bir qatam oshkorlanib qilinishidan endish qilinayotgan ehtimolliklar bo'lishi mumkin. Unda bo'lmaganda bular Afg'onistonda askariy tarbiya ko'rganligi uchunla Amerika xalqiga xavfli deb qaralsa, bu holda Amerikadagi barliq askariy tarbiya ko'rgan va yoki qurol yaroqlarni qo'llanish iqtidoriga ega bo'lgan shoqchong ayollarning hammasi jamiyat amonligi tahdid deb qaralib, boshqa yoqi yurtlarga palib etishga
to'g'ri kelmamdi? Bularni Amerika jamiyat amonligi uchun tahdid deb qaralgan taqdirda ham bularning tahdid bo'lib ko'rinishiga sabab bo'lgan Amerika o'zi emasmi? Nima uchun tarixda hech bir zaman Amerikaga tahdid bo'lib boqmagan Sharq Turkiston xalqi bugungi kunda tahdid bo'lib qoldi? Agar deysingizki, chunki bularni biz yillarcha nahaq qamab azopladik. Endi bularni Amerikaga qo'yib bersak, bizning kelajakda o'chirishi mumkin. Shunga beshimizga balo topmay, bularni ko'zimiz ko'rmaydigan biror yerga polib etsak deymiz. Yoki hech bo'lmaganda bular nereden tutib kelingan bo'lsa, shu yerga olib borib tashlab etish lozim. Bu sebeplerinin hiçbiri bularning Amerikaga qo'yib berilmasligiga sababchi bo'lolmaydi. Bularning tutilishi xato bo'lgan bo'lsa va bularning oldini 6 yil, keyinining 10 yil, hatto ba'zilarining hozirga qadar muddatsiz turmada, qamoqda yetishini haq bo'lgan bo'lsa, bularni Amerikaga qo'yib berishning o'zi bulardan kechirim so'rashning birdan-bir yaxshi fursati bor. Lekin bular bu tarix fursatini qo'lga berib qo'yadi. Aslida yuqorida izhor qilingan hamma haqsizlik sababchi bo'lgan boshqa hech kishi emas, faqat Amerika hukumati o'zi bo'lgandan keyin agar u bu begunoh tutqunlarni o'zining davlatiga qo'yib berib panolik bergan bo'lsa, buning bu insoniyatchiligi bizning nazarimizda yolg'iz bu mujohidlarimizning 10 yillik azob uqubatlik turma hayot uchun qilgan o'zir xoligi bo'lib hisoblanmasdan, jumladan Bush hokimiyati ostidagi Amerika hukumatining 2001-yili yuz bergan 9-11 voqeasidan keyin o'z davlat manfaatini ko'zlagan holda kommunist Xitoyning tashabbuskorligi bilan hech qanday asossizlar bir qism Sharq Turkiston ozodlik tashkilotlarini o'zining shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorchi tashkilotlar tizimligiga qetib qo'yishidan iborat tarixiy xatoligi natijasida Sharq Turkiston xalqining beshiga kelgan vahshiy qirg'inchilik va baloyi ofatlar uchun kichikgina bo'lsa-mu yuzi qizarganligining ifodasi bo'lib ko'rinar edi. En ahırda hükümetimiz nomidan Amerika hükümeti ve onun halkıga, cümleden bütün dünya cemaatçiligiga şunu jakalaymiz-ki, Sharq Turkiston xalqi hech bir zaman Xitoy bosqinchilaridan boshqa hech qanday bir davlatni yoki millatni o'zining dushmani hisoblamadi va hisoblamaydi. Mazkur 22 nafar Sharq Turkistonlik vatandoshlarimizni masalasining qanday bir taraf qilinishi kelajakdagi mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik munosabatining sog'lom qurilib rivojlanishida tarixiy ahamiyatli rol o'ynaydi. Shuning uchun biz Obama rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining mazkur tutqundagi Sharq Turkistonlik vatandoshlarimizning masalasini tuvandagi 3 turli talablarimizni shartsiz ijro qilish bilan bir taraf qilishlarini so'raymiz. Birinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tomonidan Kubadagi Guantanamo askariy hibsxonasida qamalib hayotlarini hurriyatdan butunlay mahrum tutqunlik ichida o'tkazgan va hozirgacha tutqunda o'tkazmoqda bo'lgan Sharq Turkistonlik vatandoshlarimizga darhol Amerika Qo'shma Shtatlaridan panolik berishini, garchi bularning mutlaq ko'p qismi boshqa joylarga palanda qilingan yoki yerlashtirilgan bo'lsin va ikkinchi, o'zining bu 22 nafar begunoh Sharq Turkistonlik vatandoshlarimizning tutqundagi zamonlarida ularga qarshi qilgan zulm, haqorat, qiynash qatorliq insoniyatsizlik qilmishlari uchun bo'libmi Sharq Turkiston xalqining ashaddiy dushmani bo'lgan kommunist Xitoy hukumati bilan birlashib yoki ularni desteklab mazkur vatandoshlarimiz ustida namussizlarcha elib borgan haqoratlik qiyin qisqa va sotlar uchun kechirim so'rashini
ve üçüncüden, bularning yıllarca müddetsiz tutkun içinde yurtlarıdan, ata-ana bir tuqqan ve akrabalardan, bulupmu xotun ve balachaqalardan ayrılıp, hasret, nadametçilik içinde ötküzgen azap ukubetlik hayatlarının bedeli üçün, her bir kişi üçün 10 milyon dollardan cemi 220 milyon Amerika dollar tanzimat, yani tülem türüşünü. Ya ki bolmasa bularning her biriga nahaqdan qarlanıp turmaga tashlangan bir Amerika vatandaşıga tülindigan tanzimatning naqi bo'yicha to'lab turishini so'raymiz. Büyük ehtirom bilan Anvar Yusuf Turani, Sharq Turkiston sürgün hükümeti baş ministri. 2011 yılı 4. ayının 5. günü Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari.